O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nurdin Xoliqnazar hazratlari va butun respublikamizdan muborak haj safariga borgan O'zbekiston hojilarining muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevga Qurbon hayit munosabati bilan yo'llagan tabriklarda yangi O'zbekistonning tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari tashabbusi, shuningdek 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish deb nomlangani munosabati bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlar bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy seminarning navbatdagisi 2026-yilning 3-iyun kuni Karmana tumanida o'tkazildi. Tadbirga Navoiy viloyati bosh imom xatibi Temurxon domla Atoyev boshchilik qildi. Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Qosim Shayx masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda Navoiy viloyati vakilligi, rahbariyati, tuman shaharlar bosh imom xatiblari, bosh otinoylar hamda Navoiy viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan masjidlar imom xatiblari taklif qilindi. Ishchi guruhning vazifalari taqsimlab berildi. Viloyat bosh imom xatibi Temurxon domla Atoyev amalga oshiriladigan ishlar ko'lami, ishchi guruh a'zolari hamda imom xatiblar hamkorligining muhim jihatlarini tushuntirdi. Maqsad imom xatibning ma'naviy ma'rifiy hamda masjidni boshqarish yo'nalishlaridagi faoliyatini yaqindan o'rganish, ular bilan birgalikda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish, ularga amaliy ko'mak va maslahat berishdan iborat ekanligi ta'kidlandi. Quyidagilar ishchi guruh faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida belgilandi. Birinchi yo'nalish imom xatiblarning haj ziyoratchilarini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga faol jalb etish, ishiga ko'maklashish, namuna sifatida ishtirok etish. Ikkinchi yo'nalish imom xatib masjidni ustov asosida boshqarish faoliyati hamda hujjat yuritish ishlarini yaqindan o'rganish, maslahat va ko'mak berish. Uchinchi yo'nalish imom xatib uchun namuna tarzida peshin namozida masjidga kelganlarga duolar zab mavzuda ilmiy suhbat qilib berish. Shu maqsadda ishchi guruh a'zolari Karmana tumanining 5 ta masjidi hamda 10 ta mahallasiga biriktirildi. Bir vaqtning o'zida masjidlarda hujjat yuritish holatini o'rganish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi Navoiy viloyati vakilligining mutaxassis xodimlari biriktirildi. Tadbir doirasida amaliyoti nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagilar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zosi hamda imom xatiblar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan haj ziyoratini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning eng kamida 4-5 tagacha muammoli xonadonlarga kirib, u yerda yashayotganlardan hol ahvoli so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar, taklif, fikr, mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 7 toifaga mansub 50 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Jumladan er-xotin, aka-uka, ota-bola, qaynona-kelin o'rtasidagi kelishmovchilik va janjallar sababli notinch bo'lib turgan 7 ta oila o'rganilib, ularga nasihat qilindi. Notinchlik sabablarini bartaraf etish, arazlashganlarni yarashtirish choralari ko'rildi. 7 ta holatda arazlashgan, janjallashganlar yarashtirildi. Uy-joy, mol-mulk, meros talashganlar murosaga keltirildi. 2 ta xonadonda ichkilikka ruju qo'ygan shaxslar bilan suhbat o'tkazilib, sog'lom hayotga qaytishga ko'maklashildi. 2 ta ajrim yoqasida turgan oila bilan suhbat o'tkazildi. 13 ta ma'naviy ko'makka muhtoj xonadonlarga kirib, holidan xabar olinib, ko'ngillari ko'tarildi. Ularning moddiy ta'minotdan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Nogiron, bemor, muhtoj bo'lgan 26 ta xonadonning holidan xabarlar olinib, yordamlar ko'rsatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatiblar faoliyati hamda masjidlarning moliyaviy holati o'rganildi. Jumladan ustov asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish, quyosh panellarini o'rnatish, yong'in xavfsizligi choralarini kuchaytirish kabi holatlari alohida ko'rib chiqildi. O'rganish natijasiga ko'ra masjidlarda yaratilgan sharoit hamda imom xatib boshchiligida masjidlar jamoalarining faoliyatiga ijobiy baho berildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan Karmana tumanidagi masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga tinchlik, xotirjamlik ne'mati, o'zaro hamjihatlik, oila muqaddasligi, yangi O'zbekistonda inson qadri, shukronalik, buyuk fazilat, farzand tarbiyasi, yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir, qo'ni-qo'shnichilik huquqlari, islohotlar xalq manfaati uchun mazhabga ergashish va yot g'oyalar ta'siridan saqlanish kabi duolar zab mavzularda ma'ruza qilinib, 980 nafardan ortiq tinglovchi namozxon qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Karmana tumani imom xatiblarining ma'naviy
ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatda kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi.